Ikkita bo'lsa boshqacha-da. BMW mashinasi kalitlarini qo'llarida qullanib qoldi. Texnika. To'g'rimi? Hech ishim tushadi deb o'ylayapsiz bilaman. Yo'q. Ali. Men kutib yurdim. Shunaqa birovlar ochilmay qo'ya qolishini. Chunki bir deysizmi? Ana bir quplanmay, bir ochilmay yuruvdi-da. Bir oydan beri. Bismillah, Allohning izni bilan harakat qilamiz, sababini qilamiz. Bismillah. Har bitta ish qilsalaring bismillah. Hozir biz qilayotgan ish kinderlovchi kulgilik, hozirlovchi g'alati. Kinderlovchi uchun bo'ladi. O'zimiz bilamiz inshaalloh. Allohga tavakkal qilib boshlaylik. Qabul qilishlar. Bo'sh so'zlarni Maşallah, Allah. Burası güzel. Maşallah, maşallah. İşhanıyla bunu açgunca bitti ko'rsatgan, bunu açgunca tamam bo'ldim. Ne iştesim aralashgan. Kalitni chiqdim Allohning izni bilan. Maşallah, maşallah. Men to'xtab turaman. Gördünüz ya. Allah'ın izni bilan zavat qilasiz. Momoyu. Alhamdulillah bor, kal to'g'rimi? Boshqa qiyin bo'ldi. Oyimiz to'g'ri dedi. Ya bilan ona. Ya, momoyu просто telefon qiynab qo'ydi. Men bari telefonni jo'nadim. Bor. Hali ham o'chilmayapti hozirga. Hali. Xudo xolasa BMW mashinasini ham ochdi, ishoninglar. Shunaqa qiyin bo'ldi. O'zingiz nima deysiz? O'zingiz oddiy deydi. Ochilmaydi, pastroq gapirasiz. Gapiring. Mana shu mashinani ochish juda ham qiyin bo'ldi. Nimaga desanglar, bu mashinani ochayotganda o'zini o'zi quplab qo'yadi. Shunaqa funksiyasi bor. Iloyimizdan xizmat qilishim kerakmi? Kerak bo'lsa qilaman. Mana shu BMWni ham ochdik. Ay, polni mana shu brachkalar, polni qarash, hasharchilar, hasharchilar. Shunaqa gaplar. Salomat bo'linglar. Bizlarning xizmat qilishim kerak bo'lsa, kerak bo'lsa qilaman.